Efendim, sizce vatan nimeden derek berdi? Men bu savolga shahid talantli komandir Murat Akimanning oilasi bo'lmaganligi uchun uning turk millatiga yozgan oxirgi xati bilan javob berishni to'g'ri topdim. Bu yozma bir komandir serjantning xati bo'lib, agar siz bu maktubni gazetini o'qigan bo'lsangiz, demak men allaqachon o'lgan bo'laman. Agar bir oilam bo'lgan bo'lsa, bu maktubni shularga avatgan bo'lardim, ammo yo'q. Men bu maktubni sizga urush xandaklarida turib yozyapman. Shu an atrofimizda Sivas, Adana, Istanbul, Diyarbakir, Anqara, Antaliya, Izmir, Urfa, Trabzon, ya'ni Turkiyaning har tarafidan kelgan, bir-birini tonimaydigan, ammo bir-birining jinini qo'g'dash uchun qasam qilgan nurg'un askarlar bor. Qisqa vaqt ichida hujum boshlaymiz. Orzuyimiz zafar qozonib qaytish. Agar pat yaqinda o'lib ketsam deb xat yozish to'limi qiyin. Har zaman bir o'lim bog'u deb o'limni aldirab yodimizga solmaymiz. Agar askarlik sepidan saq chekina olsam, bu xatni yirtib tashlaydim. O'qiyotgan bo'lsangiz, demak men yirtolmadim. Qo'ral tutgan qo'lda qalam yaxshi turmaydi. Qoralni yaxshi tutaman. Sizni qo'g'dash uchun buni menga siz o'rgatdingiz. G'alati yeri, siz bu xatni o'qiyotganingizda men o'zimning qanday o'lganligimni bilmayman. Minani dasidimmi yoki bir necha pay o'q tegdimi? Ammo siz bilasiz, men qanday o'ldim. Gazarmada har qatim televizor ko'rsam, bir-biringlarni o'ltirganinglarni yoki zaxmlantirganinglarni ko'raman. Yuqori ovozda muzika qo'ydi deb qo'shnisini urganlar, kuchi ayollarga yetadiganlar, boshqalarning yanchog'idagi pulni deb o'ltirdiganlar, qiz do'stimga qaridi deb pichoq tiqadiganlar. Mening kimni qo'g'dash uchun o'lganligimni bilamsiz? Go'shnan qon bo'lib qopti deb oshpuzullarga do'qqiladiganlarga, sizni rohat uxlasin deb men janggohda o'q yomg'irda bo'lgan jarohatlarim, mashinamni yondab o'tib ketdi deb yengini turib mashinadan tushgan odam, meni hech nimang yo'qkan deb pisantigimi olmagan odam. Dapaqana, men kim uchun o'ldim? Yetim yesirlar sanatoriyasida va askarlikda o'rgangan eng go'zal narsam bir nonni o'ttirdan ikkiga bo'lib, yerimini boshqalarga berish. Undaqda sizchi, siz nimani bo'lishni o'rgandingiz? Sizni oldi bilan Allohga, andin bir-biringizga omonat qildim. Men sizdan rozi bo'ldim. Allohmo sizdan rozi bo'lsin.